Rossiyada kuryer bo'lib, mashina haydab yurgan va hokazo akalarni men sizlarni ogohlantirib qo'yaman. Vahima qilish yoki yolg'on xabar tarqatish niyatim yo'q, lekin men Telegram kanalda juda ham ko'p ko'ryapman oxirgi payti o'zbek akalarimizni nezasida pastava qilib yuboradiganligini. Ya'ni pastava deb ham bo'lmaydi buni, lekin o'zi umuman olganda bu ishlar hammasi noto'g'ri, lekin demoqchi bo'lganim, Rossiyada yurgan vaqtingizda sizni dokumentlaringizda qanaqadir bir muammo bo'lishi mumkin, sizni deport qilib yuborishi mumkin. Mana shunda siz ozgina soqqa beraman va bu temadan chiqib ketaman deb o'ylaysiz. Pul bilan berayotgan vaqtingizni siz ular videoga olib 3 yilgacha qamab yuborishi mumkin. Hozirgi kunda bilasizlar nima uchun qamalib ketishi ham, nima uchun yomonligini hamma yaxshi prekrasni tushunadi. Men nima demoqchiman? Demoqchi bo'lganim, vaziyatga besh sotatinglar. Pul bermaylar hech kimga. Mayli sizni qonuniy shtraf qilsin, qonuniy deport qilsin, mayli yoki boshqa narsalar qilsin, lekin vaziyatga berishlarni tavsiya qilmagan bo'lardim. Chunki oxirgi paytda juda ham har kun ko'ryapmanki, 5000 pulni dokumentariyasini tiqib turib bergan va u xodim videoga olgan. Natijada bu odam qamalib ketdi 3 yilgacha.